Tasavvur qiling, ayolingiz sizga egizak farzandlar sovg'a qildi. Biri o'g'il, biri qiz. Lekin uyda ular uchun faqatgina bitta xona bor. Bu xonada faqat 2 qavatli kravat va 2 ta oddiy stol joylashadi xolos. Kiyim shkaf uchun esa xonada joy yo'q. Har kuni bolalar kim yuqori qavatda uxlaydi deb janjallashadi. Dars qilayotganda esa bir-biriga xalaqit berib shovqin ko'taradi. Agar sizda ham shunday muammo bo'lsa, xavotir olmang. Hozir muammoingizni hal qilamiz. Birinchi bo'lib, mustahkam metal trubadan yasalgan 2 qavatli kravat o'rnating va devorga kengaytiruvchi vintlar orqali mahkamlang. Keyin esa xonani 2 qismga ajratib bering. O'g'il tomonni ko'k bilan, qiz tomonni esa pushti rang bilan bo'yang. Kravat pastiga esa savlat mebeldan buyurtma qilingan alohida kiyim shkafini joylashtiring. Bu bolalar kiyimlarini bir-biriga aralashmasligini oldini oladi. Dars qilish uchun esa stol va kitob javonlarini qo'yishni ham aslo unutmang. Va eng muhimi, xonaning o'rtasiga yengil bo'linma devor qo'ysangiz, har ikkala farzandingiz uchun shaxsiy hudud yaratgan bo'lasiz. Natijada sizda farzandlaringizni va ayolingizni xursand qiladigan, bolalar uchun qulay, zamonaviy va tartibli yotoqxona paydo bo'ladi. Videoni ko'p bolali tanishlarga yuborib, mebel haqida shunday foydali ma'lumotlar uchun sahifamga obuna bo'ling.